Mana shu 3 ta g'unajin o'tgan yili bir vaqtda olingan. Mana bu ikkitasi o'zgargan, lekin bunisi o'zgarmay qolgan. Buni sababi nimada? Aka, bular rostdan uchalasi bir vaqtda olinganmi yo siz hazillashyapsizmi? Qaysi biridir bolasimi bu? Uchalasi ham bir vaqtda olingan, lekin ikkalasi o'zgardi, bu o'zgarmadi. O'smayapti. O'smayapti-da. Shunga bir lecheniya qilib bersangiz yaxshi bo'lardi. Siz esa videoni boshlashdan oldin videoga like bosing. Hozir bunga nima qilinish haqida to'lig'icha tushuntirib beraman. Juda ko'pchilik insonlar mana shunaqa yosh buzoqchalarni olib kelib boqishadi. Qaysi biridir mana bunaqa o'sadi, qaysi biridir esa o'smasdan qotib qoladi. Buni asosiy ikkita sababi. Birinchisi organizmda vitamin yetishmovchiligi, modda almashinuvi buzilganligi bo'lsa, eng asosiy sababi juda ko'p holatlarda uchraydigan esa oshqozon ichak parazitlari, ya'ni gijjalar sabab bo'ladi. Bunda birinchi navbatda modda almashinuvini yaxshilash hamda vitamin balansini ta'minlash uchun vitaminli kompleks muskul orasi yoki teri ostiga inyeksiya qilinadi. Buzoqlarda mana shunaqa holatda o'zgarmay qolishiga eng katta sabab bo'ladigan oshqozon ichak parazitlari, ya'ni ichak askaridasi. Buni uncha-muncha antigilmentik dorilar ta'sir qilmaydi va tushirib bera olmaydi. Ichak askaridasi va boshqa parazitlarni 100% tushirish uchun esa immunoparazitdan muskul orasiga inyeksiya qilinadi. Ko'rsatilgan preparatlar yordamida 5 kunlik oralig' bilan 3 marta, maksimum 4 marta inyeksiya qilinadi va ozuqasiga qo'shimchasiga kalsiy qo'shimchalari qo'shib berilsa, buzoqda yaxshigina o'zgarish bo'ladi. Agar video qancha ko'p like hamda kommentariya yig'adigan bo'lsa, bu buzoqda 2 oydan keyingi videosini ham albatta qo'yib boraman. Mana shu buzoqning natijasi va boshqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang va bu videoni mana shunaqa buzoq o'smay qolgan do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz, albatta foydali bo'ladi.